Assalomu alaykum. Bugungi uстановkamiz banya eshik bo'ldi. Ochib yo'lishlari barmoqdan uchi. Ichi zerkalayni qo'yib berganmiz. Buni o'zimizning server bratga qo'yganmiz. Server brat eshik yoqdimi? Eshik yoqdi. Ular Farruxbek ukamiz qo'yib berdim, hozir. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ayturasizlar. Ishlarimizni bitiramiz. Bu yerda hamma ishlarni biz olganmiz. Fochkasi, bu yoqda temir eshigi, hammasini o'zimiz bitirib qo'yamiz. 0 dan 100 gacha. Buyaqlarni Aqua Profildan 6000 seriyadan taxlab berildik. Atkoz chiqarib o'tiradi.